Jonga tegdi unaqa ish bor. Odam charchab ham ketdi. Yana nimaga nolyapsan? Noliyman-da, oyligingiz ham kam. Men ishlamayman bu yerda. Menga qara qaq ketyapsan, ozgina sabr qilib tursang oyliging ham oshadi. O'rtoq aytgan shay hal bo'ldimi? Bo'ldi bo'lmasa bugundan ishlayman. Bo'ldi, hozir o'taman, xo'p. Yana ikkita sut ketdi. Billa kishi arzimagan pulot. Ketamanmi deyman, o'tdana. Namuncha noshukursan, o'rtoq, ozgina mehnat qil, natijasini ko'rasan. Daraxt bitta joyda ko'karadi. O'rtoq, o'zing ishlaymi? Ishlayman. Odamga ko'pirar, tupurar zamon, ayolni ko'rkini soch derlar, besoqol bo'lib qolmagin. Oq telefonda gaplashmasdan suvda turgan ikkitalagandan avval Bo'ldi, xo'p aka. Namiga vaqt sochira sizda qo'limni kuydirdim. Kerak bo'lsa uyingizda oling. Ishlamaymanmi? Shoh bekor qilding. Ketishdan oldin yaxshilab o'ylagin demoqchi edim. Qaytish uchun oyoqni o'zi kamlik qiladi. Yuz ham kerak bo'ladi. Hayotdan nolmanglar, Xudoni o'zi o'g'lar.